Maktabda pomidorni urug'ini ekkan edim. Yanvarlarda ekkan edim, mana o'sdi. Bugun qarasam meva beribdi. Mana meva solgan. Mana meva yana mana yana mana bular ham gullari ochilib turibdi. Xudo xohlasa shu bir oylarda pishib qolsa kerak. Bolalarda pozitivda bolalar. Gullar ham yaxshi ochiladi, maktabda har doim ko'karadi. O'quvchilar pozitiv, yaxshi, ko'ngli toza. Shuning uchun maktabda har doim gullar ochilib turadi.